Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Usul fiqh dersimizin devamı muhkem ve muteşabih hakkında. Allah Teala kitabını, Kur'an-ı Kerim'ni bir qancha o'rinda muhkem deb sifatladi. Masalan, kitabun uhkimat ayatuhu. Ayatları muhkem bo'lgan bir kitaptır. Bu degani bütün kitapni o'z ichiga oldi. Yani bütün Kur'an'ın ayatları muhkemdir. Yani bir o'rinlarda, boshqa o'rinlarda mutashabih deb sifatladi. Yani mundaq dedi. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Bu bir kitap ki muteşabih ayetler bir-biriga o'xshaydi, tekrar. Onundan bu kitapni anglagan yoki o'qigan vaqtda Robbilaridan qo'rqadigan kishilarning terilari titrab ketadi. Bu sifat ham, ya'ni mutashabih bo'lishi Qur'onning hammani o'z ichiga oladi. Ya'ni Alloh taolo shunga o'xshagan oyatlarda demoqchi bo'lgani Qur'on Karimning butun oyatlari mutashabihdir. Endi 3-cü o'rinlarda bo'lsa desa, Qur'onning ba'zi oyatlari muhkam, ba'zilari mutashabih deydi. Masalan, kitaban mutashabiha dedi. Mutashabih. Hammani o'z ichiga kitobdan hammasi mutashabih. 3-cü o'rinlarda desa, ham muhkam, uning ba'zilari ham ba'zi mutashabih dedi. Alloh taolo sana kitob nozil qildi. Uning muhkam oyatlari bor. Ular kitobning asosidir, ba'zi mutashabih. Qalblari kasal bor kishilar Jodisa mutashabihlarga ergashib fitni izlab va ta'vilni izlab, kalsoq kelgan bo'yicha tafsir qilishni izlab. Bularningki ma'nosini mutashabihlarning ma'nosini faqat Alloh biladi va ilm uchun qo'llashgan kishilar biladi. Ular biz iymon etdik, hammasi Alloh taolo tarafidandir deydi. Faqat aql egildirlar va nasihat oladi. Bu oyatni tilovat qilgan vaqtimizda va rasihuna fil ilmi deyada to'xtasak, shunda ma'no chiqadi va bu yerdeki zıtlık, yani bir yer muhkem deptu, bir yerde mutashabih deptu, bu qandaq gap degan bunda bizga bir zıtlıqdek tuyulib qolgan. Bu zıtlık faqat zahiri. Ko'rinishda yana shundaq zıtlıqda ko'rinadi hozir. Amaliyat undaq emas, zid emas. Chunki Qur'on Karimning hammasi muhkem. Qaysi nuqtadan deganda uning lafzi, Qur'onning lafzi va uning ma'nilari nihoyatda mustahkam, puxta. Onunğa biraz zıtlık yoki ixtilof yoki o'zgarish kelmaydi. Qur'on Karim yana bir nuqtadan mutashabih. Ya'ni Qur'onning oyatlari mukammalligida, komilligida va mo'jizligida, boshqalarni ojiz keltirishda va puxtaligida, foyda yetkazishda boshqalarga, rostligida, insonlarni yaxshilik hidoyat qilishida bir-biriga o'xshaydi. Mushu jihatdan bütün Qur'onning oyatlari mutashabih va puxtaligidan muhkam. Puxtaligidan bütün oyatlar muhkam bo'lganligi uchun bütün Qur'on mush nuqtadan muhkam hisoblanadi. Ammo ba'zi oyatlar muhkam, ba'zi oyatlar mutashabih degani bu yerda bo'lgan maqsad, muhkamdan bo'lgan maqsad birli ma'noni o'z ichiga oldi. Ya'ni shu oyatni biz o'qigan hamallam, ha buning ma'nosi mundaq deblam aniq tushuna olamiz. Mutashabih deganimiz Mesela ikki xil ma'no, munda ma'noni o'z ichiga oladimi, yo munda demoqchimidi deb munda tushunib qoladigan yoki uningdan 3-chi xil bir ma'noni o'z ichiga oladigan oyatlarni ko'rsatdi. Buni mushu oyatninki nozil bo'lish sababi tushuntirib berdi. Najran nasaralari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga o'mak bo'lib keldida, Alloh taolo haqida Payg'ambar alayhisolamlar ular jidallashdi. Bularning jidallarining qatoridan ular Payg'ambar alayhisolamga Alloh taolaning 3 ekanligini, ilohning 3 ekanligiga dalil keltirib mundaq dedi. Qur'on Karimda inna nahnu nazzalna zikra deb bag'u. Ya'ni biz bu Qur'on Karimni zikrni nozil qildik. Ya'ni biz debdi-ku, men demay biz debdi-ku. Biz degan ko'pchilikni bildirgan tursa, undaqda Alloh taolo ko'pchilik ekan. Alloh taolo ularning bu degan gaplaridan pokdir. Şunun bilan bu oyat ularning to'g'ri bo'lmagan bu dalil keltirish sababining ularningki qalbidagi kasallik ekanligini bayon qilib nozil bo'ldi. Nahnu degan lafzi bo'lsa, tilda ikki xil ishlatildi. Birisi haqiqatan ko'pchilikni bildirdi, biz degan ekan. Ikkinchisi bir kishini bildirdi, ammo o'zini cho'ng tutib, o'zini ulug'lab, kattalab degan biz deb bunda ishlatildi. Biz bu Qur'onni nozil qildik degan oyatda kelgan biz degan so'z bo'lsa, bu mutashabih hisoblanadi shunga. Chunki ikki xil ma'noni bildirgan bo'lganligi uchun. Bu
Bu bildirayotgan ikki xil ma'noninki ehtimollikning birisi haq, birisi batil. Haq bo'lishi o Alloh taolo faqat va faqat o'zini ulug'lab turib, o'zini maqsad qilyotidi. Ikkinchisi batil. Alloh taolo biz degan ko'pchilikni maqsad qilmagan bu oyatda. Shunga bu ma'nosi batil hisoblandi. Shunga mushu nuqtadan biri haq, biri batil ikki ma'noni bildirib qo'ydi. Birisini qabul qilamiz, birisini qabul qilmaymiz. Shuning uchun bu birla ma'no bildirmaganlik uchun, ikki xil ma'no bildirganlik uchun mushu nuqtadan mutashabih hisoblandi. Ya'ni chunki uning bir ma'nosi batilga o'xshaydi, yana bir bildirgan ma'nosi haqqa o'xshaydi. Biz haqni qabul qilamiz, batilni qabul qilmaymiz. Ammo qalblari kasal bor kishilar uningki mutashabih oyatlarga, Qur'onning mutashabih oyatlariga agishdi degini, uning ma'nosini batil tarafga apirdi. Ular bu orqali o'zlarining batil da'volarini kuchlantirdi, havo havaslarini kuchlantirdi. Bu orqali ular mu'minlarni dinidan fitnaga selishni, ularni Qur'on haqida shak tushirishni xohlaydi. Ammo bu mutashabih, ya'ni bir qancha xil ma'noni, ehtimollikni bildiradigan bu oyatlarning haq tafsiri, haq ma'nosi kelsak, uni Alloh biladi va agar oyat to'xtamsak, oyatda va rasihun degan to'xtamsak, ilmda pishib ketilgan kishilar biladi to'g'ri ma'nosini, haqiqiy ma'nosini, haq ma'nosini biladi. Chunki ilmda pishib ketilgan kishilar biz Alloh taolaning kitobining hammasiga iymon etdik, uning hech qanday bir oyatni inkor qilmaymiz deydi. Alloh taolo bir qancha o'rinda, ya'ni Qur'ondagi boshqa o'rinlarda innama huva ilahu vahid. Alloh taolo yaganidir, Allohdan boshqa iloh yo'qdir degan. Yana aytgan u Alloh taolo yolg'iz yaganidir, Alloh birdir degan. Allohdan boshqa iloh yo'qdir degan. Yana uningdan boshqa nurg'un oyatlar nihoyat ro'shan birla ma'noni o'z ichiga oladi, birla ma'noni bildirdi, bir qancha xil ma'noni bildirmaydi. Ya'ni to'g'ri bo'lgan, haq bo'lgan shu birla ma'noni nihoyat ochiq oshkora bildirdi. Qur'on Karimning iborasi bilan, ya'ni muhkam bo'lgan iborasi Alloh taolaning yolg'iz yegani ekanligini, bir qancha emasligini tushuntirdi. Shunga ilmda pishib yetilgan, ilmda cho'nqurlashgan olimlar mutashabih oyatlarning Alloh taolo tarafidan kelganligiga iymon etgandek, muhkam oyatlarning ham Alloh taolaning huzuridan nozil bo'lganligini aytdi, nozil bo'lganligiga iymon etdi. Hammasi Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan, bunun ixtilof bo'lish mumkin emas deydi. Ya'ni ikki xil ma'noni bildiradigan mutashabih oyatlarni faqat birla ma'noni bildiradigan muhkam oyatlarga qaytaramiz deb shundoq deydi. Ya'ni biz mutashabihni muhkam bilan tafsir qilamiz, tushuntiramiz. Va batil tarafni, batil ma'nosini qaytaramiz. Gerçi lug'atda tilda shuni ifodalsimi, shuni bildirsimi, uni qaytarib o'tamiz va yana bir tarafni, ya'ni haq tarafni, haq ma'nosini isbotlaymiz. Shuning uchun Qur'ondagi muhkam oyatlar ummul kitob, kitobning asosi hisoblandi. Chunki mutashabih bir qancha ma'nolarni bildiradigan oyatlar uningga qaytadi. Xuddi kichik bola onasi qaytgan o'xshash. Bu yerdan shu oshkor bo'ldiki, mutashabihning ma'nolarini, ya'ni qaysi ma'nosi haq, qaysi ma'nosi batil, buni ilmda cho'nqurlashgan, pishib yetilgan kishilar bilalaydi. Mana bu Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bunu asarninki ma'nosi iborat. Ana minar rasikhina fil ilmi allazina ya'lamuna ta'wilah. Men mushu oyatlarninki ta'vilini biladigan, ilmda cho'nqurlashgan kishilarning qatoridaman. Uningki ta'vilini, ma'nosini Alloh biladi va ilmda cho'nqurlashgan kishilar biladi deb to'xtasaqmi shundaq bo'ladi. Shuning asosan Qur'on Karimda uningki tafsirini bilgil bo'lmaydigan hech qanday bir oyat qolmaydi. Ya'ni bu ba'zan kishilarga tushunish oson, ba'zan kishilar tushunamizmi, ba'zan kishilar tushuna oladi. Va hazal qawlu huval ma'qul. Ya'ni bu gap aqlga muvofiq. Nimishqa deganda Alloh taolo bizga uning ma'nosini bilish mumkin bo'lmaydigan oyatlar bilan xitob qilmaydi. Mana bu Qur'ondagi nurg'ulg'a oyatlarninki dalolatiga uyg'un. Buningdan Alloh taolaning mono so'zi: "Kitabun anzalnahu ilayka"
mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Bu bir kitapki, biz bu kitapni sana nazil qildik. Bu muborak kitap. Ular uning oyatlarini tafakkur qilishi, aql egalari vaz nasihat elish uchun. Ya'ni ma'nosini bilmasak, uni qanday tafakkur qila olamiz degan gap. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril lazina utul ilma. Balki u nayt ro'shan oyatlardir, ilm birilganlarning qalblarida. Uningdan boshqa oyatlar. Ya'ni mushu va mushuning o'xshagan oyatlar Qur'on Karimda biz bilmaydigan, ma'nosini tushunmaydigan oyatlarningki yo'q ekanligini tushundirdi. Ma'nosini garchi hamma odam o'xshash bilmasmi, ilmda pishib yetilgan, ilmda chunqurlashgan olim o'limalar bilalaydi demoqchi. Alloh taolaning ism sifatlari mushu bobdan hisoblanadi. Ism sifatlarning ma'nosini, tafsirini biz bilalaymiz. İmam Malik rahimahullah Allah Taala arsh ustida qaror oldi degan mush oyat haqida, istivo haqida, arsh ustida qanday qaror oldi deb so'ralgan vaqtida istivo ma'lum va uning kayfiyati majhul, tunussiz, biz bilmaymiz. Uni so'rash bid'at deb javob bergan. Ya'ni istivo qaror elish degan arabning tilida nima ekanligi, nima ma'noni bildirganligi ma'lumliq. Ammo kayfiyati qanday shakl, qanday holatda qaror oldig'ini bu boshqa narsa, biz buni bilmaymiz. Qavlun akharu fi tafsiril mutashabih. Mutashabih oyatlar degan zodi nima? Bu vaqtda olimlarningki yana bir ko'z qarashi, yana bir tushundirishi. Ba'zi olimlar Qur'on Karimda insonlardan hech kim bilmaydigan, faqat Alloh biladigan, hatto rasixuna fil ilmda chunqurlashgan kishilar bilmaydigan ba'zi mutashabih oyatlar bor deb qaraydi. Ya'ni biz yuqorida va rasixuna fil ilmi degan to'xtadik. O'sha to'xtasak, oyatlarningki mutashabihlarining ma'nosini, to'g'ri ma'nosini ilmda pishib yetilgan olimlar bilalaydi degan to'q. Hamda ba'zi olimlar Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan ba'zi mutashabih oyatlar bor degan. Bu ma'nosini ilib aytganda, mutashabih degan ishlarning haqiqatini bilishni maqsad qiladi. Masalan, bayatdan Allohning ism sifatlariga o'xshash ma'nosini bilsakmi, kayfiyatining qandayligini bilmadik. Istivoning kayfiyatining qandayligini biz bilmadik. Oyatlarningki lafzining tafsir emas, balki haqiqatining qandaqligi. Ya'ni haqiqatining qandaq ekanligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Mushning asosan mutashabihdan bo'lgan maqsad ishlarningki haqiqatini bilish bo'ldi. Ya'ni haqiqatini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. O tafsiri emas, lafzlarning tafsiri emas, balki haqiqatini. Yani olimlarning gapiga asosan. Masalan, Alloh taoloninki ism sifatlariga aloqador oyatlar kelsak, ma'nosini bilish jihatdan mutashabih emas, muhkam bo'ldi. Ammo haqiqatini bilish jihatdan mutashabih bo'ldi. Chunki uning haqiqatini, Allohning ism sifatlarining haqiqatini faqat va faqat Alloh bildi. İnsanlardan hech kim bilmaydi. Yani shu olimlarning gapiga asosan demoqchi. Bu turdan yana haqiqatni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan, bu jihatda mutashabih hisoblanadigan bu turdan yana Alloh taolo Qur'on Karim tilga olgan oxiratning ne'matlari va azoblaridan iborat. Alloh taolo aytadiki: "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." İnsan o'zi uchun maxfiy qoldirilgan, yani oxiratda maxfiy qoldirilgan, ko'zni xursand qiladigan narsani bilmaydi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinganki, u mundaq degan: "Laysa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma." Dunyoda jannatdagi narsalarningki faqat ismlarlar bor. Jannatdagi narsalar yo'q dunyoda. Biz ismini bilamiz. Ammo haqiqatni biz bilmaymiz. Buni yana bunda bir narsa texim izohlaydi, texim tushundirdi. U bo'lsa-mu, biz bu dunyoda biz haqiqatni bilmaydigan nurg'un narsalar haqida paranglashimiz. Uningki anglaymiz, ta'sirini anglaymiz va ko'rimiz. Va uningki foyda manfaatlaridan bahra olamiz. Masalan, uyqu, ruh, masalan, tok va undan boshqa narsalar. Biz ta'sirini ko'ramiz, ammo haqiqatni qandaqligini bilmaymiz. Bu lafzlar tiliga ilinsa, biz uningki tafsirini bilamiz, nima ma'no bildirganligini bilamiz, lekin haqiqatni bilmaymiz. Haqiqatni bilmasligimiz biz uningki ismining tafsirini, isminingki
tushuntirilishning nima ekanligini bilmaydiganligimizni ko'rsatmaydi. Ya'ni lafzining ma'nosi tushunishlik, ammo u narsaninki atalg'ining haqiqati bizga mubham, tushuniksiz, aniqsiz. Mushu nuqtadan elib aytganda u oyatdiki va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh. Uni ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deb shu yerda to'xtasak, mushu ma'noga asosan shu yerda shunday to'xtaymiz. Ilgarigidek ma'noda nima qilsak, ya'ni Qur'on Karimda biz bilmaydigan, ma'nosini bilmaydigan hech qanday oyat yo'q. Alloh taolo biz tushunmaydigan, bilmaydigan narsaga bizni o'qinglar, tafakkur qilinglar demaydi. Deganga asosan va rasixuna fil ilm dega to'xtaymiz. Ma'noga asosan va ma ya'lam ta'wila illalloh. Ya'ni ma'nosini bilamiz, ammo haqiqatini bilmaymiz. Mushu haqiqatini bilmaslikdan mutashabih deganda va ma ya'lam ta'wilahu illalloh dega to'xtaymiz. Yuqorida mutashabih haqidagi ikki xil tushuntirilish o'tdi. Endi uchinchi xil tushuntirilish, ammo bu rad qilinadigan ko'z qarash. Biz mutashabihning ma'nosi haqida uzun bayonlarni qildik, uzun so'zladik. Bundan bo'lgan maqsadimiz ba'zi kishilar Qur'ondagi mutashabih oyatlarning ta'vilini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan bu ta'vilini lafzlarning tafsiri, lafzlarning ma'nosi deb o'ylab qolgan ba'zi kishilar. Shunga biz bunga raddiya berib, shuna uzun gap qildik. Ya'ni ular Qur'on Karimda, ya'ni ba'zi kishilar mutashabih oyatlar bor, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan lafzining tafsiridan iborat. Lafzini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan. Shundaqla buni yana Alloh taolaning ism sifatlarininki qatoridan qolgan. Ya'ni Alloh taolaning ism sifatlarininki ma'nosini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degandek. Va buni salaf solihlarning mazhabi deb qaragan. Biz bunga raddiya beramiz. Muhkam va mutashabih haqida texim kengaytib bilimga erishmoqchi bo'lganlar tuvandagi kitoblarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Birinchi Fatva Al-Hamawiyya va Risala At-Tadmiriyya Rishkis Ibn Taymiya rahimahullohninki. Ikkinchisi Tafsirul Qur'on va ma ya'lam ta'wilahu illalloh. Bu to'g'ri tafsirini izlab baqsanglar bo'ladi. Ba'zi olimlar Qur'onning mutashabihlarini ayrim bir ilm, ayrim bir fan deb qarab bu vaqtda kitoblarni yozgan. Ya'ni bular tuvani kitoblardan iborat. Kitabul Fawaid fi Mushkilul Qur'on Ibn Abdusalamninki, yana kitob Al-Ayatul Mutashabihat Xatibul Iskafininki, undan boshqa Mushkilul Qur'on Ibn Qutaybaninki. Va yana Daf'iham al-Idtirab an Ayil Qur'an Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahimahullohning kitobi. Bugungi darsni bir xulosalab olsak, Qur'onning bütün oyatlari nihoyat muhkam, puxta, mo'jizlik, fasohatlik, balog'atlik bu e'tibordan hammasi muhkam hisoblanadi. Va yana mutashabih hisoblanadi, umumyuzlik. Bir-biriga o'xshaydiganligi uchun, ya'ni mo'jizlik, balog'atlik, insonlarni yaxshilik, hidoyat qilish bu jihatdan o'xshaydiganligi uchun umumyuzlik mutashabih hisoblanadi. Ba'zilari mutashabih, ba'zilari muhkam degani birli ma'noni bildirgan bo'lsa, muhkam, ma'nosi nihoyat ro'shan bo'lsa, birli ma'noni bildirsa, muhkam. Bir qancha xil ma'noni bildirsa, mutashabih. Uning ba'zilari haq, ba'zilari botil bildirgan ma'nolardan. Biz bu mutashabih oyatlarni muhkam oyatlarga qaytaramiz. Ondan mutashabih oyatlar bor, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan Qur'on Karimda biz ma'nosini bilmaydigan hech qanday oyat, hech qanday bir sura oyatlar yo'q. Biz uningki lafzining ma'nosini tafsirlarini bilamiz. Lekin uning haqiqatining qandaqligini faqat va faqat Alloh biladi. Mushu nuqtani aytganda mutashabih hisoblanadi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ammo lafzining tafsirini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan oyatlar bor desa, bu so'z rad qilindi. Chunki Alloh taolo biz bilmaydigan, tushunmaydigan oyatlarni bizni o'qinglar, tafakkur qilinglar demagan. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.